Bismillahirrahmanirrahim. Muhammed ibn İsmail el-Bukhari rahmetullahi aleyhinin Sahihul Bukhari namlı kitabındaki dersimizin devamında bugün 3. numaralı hadisini okuyumuz. İmam Bukhari şundaq deydi. Bizge Yahya ibn Bukayr degan zat hadis sözlep bergen edi deydi. Undaqda Yahya ibn Bukayr kim? Bu kishi o'zi Misrda yaşagan Hijriyaniki 231-yili ölüp ketgan Misrlik hadisshunos, nurg'un hadislarni rivoyat qilgan ahli sunna val jamoadagi daniq bir olim. Misrning ayni vaqtida qozilik mansibida tug'an. İmam Zahabi rahmetullohi alayhi bu kishini rostchil odam, hafiz degan ma'noda hadis ilmida shu hadislarni ko'p yodlagan, mutqin, pishiq odamni hafiz deb qaraydi. Hadisni ko'p biladigan odam deb tasvirlangan ulamolarning nazarida bu kishi. Bu kishi ham İmam Malik'ten, Leys ibn Sa'd deydigan Misrning ayni vaqtdagi daniq hadis olimlaridan hadis anglagan. Demek İmam Malik ile Leys ibn Sa'd bu adamning ustoz bo'ldi. Bu adamning shogirdidan masalan İmam Bukhariga bu adam hadis so'zlab bergan ekan. Bu kishi deydi, Yahya ibn Bukayr deydi, bizga Leys hadis so'zlab bergan edi deydi. Leys kim undaqda? Endi Leys ibn Sa'd o'zi Qalaqshandilik odam. Qalaqshan degan Misrniki bir daniq bir shahar, yezi qishloqlarniki bir hamda. Bu adam Hijriya 175-yil, yani milodiy 791-yil ölüp ketgan. Öz davrdagi Misrning daniq faqih olimi va shu davrdagi imomi va hadisshunos odam. Asli tigi Asbahandan, Parislardan, lekin keyingi shu Misrda keyingi vaqtlarda o'ziniki Misrda o'ltiraqlashgan. Bu adam o'ziga loyiq mesela hozirgi 4 mazhabga o'xshash mazhab shakllangan odam, ya'ni fikri, ra'yi, ko'z qarashi, fiqhiy ko'z qarashlari ayrim farqli holatda yo'l tutgan. Lekin hamda shogirdlarniki sal boshqa mazhab olimlarining shogirdlariga o'xshash bu odamniki fikrlarini, fiqhiy ko'z qarashlarini to'plab qilmaganlikdan bu odamning mazhabi yo'qolgan. Hatta İmam Şafii rahmetullahi aleyh o'xshash bir qism olimlar bu İmam Malik'tinmi, Medine'nin imamı İmam Malik'tinmi ilmi üstün deb ta'riflangan bu adam. Bu adamniki yana bir alayda farqlanadigan yeri boy. Misrda nurg'un zaminga ega bo'lgan g'o'jidor, cho'ng bir boy adam. Bu olimlarga nisbatan bir ayrim nadir avval. Asosan bu olim boy bo'lmaydi, lekin bu adam olimlarning ichidagi katta zemindar boy adam. Lekin shundaq bo'lishi qarmay zahid o'tgan. Qishda boshqacha, yozda boshqacha, kambag'allarga, miskinlarga, ahli ilmlarga, taliblarga bu adam tamoq beradigan, mehmon qiladi, davomli mehmon qilib turadigan, mard, sehi bir adam. Yil bo'yi mehmon qilib turadigan shunday odamda bu. Endi bu odam Leys degan bu zot Uqayl degan kishidan bu hadisni, tuvandagi hadisni Uqayl degan zotdan rivoyat qilibdi. Undaqda Uqayl kim o? Bu kishimi hamda daniq shu hadis rivoyat qilgan mashhur hadisshunos zotlardan Osmon ibn Affonniki ozodkardisi deyilibdi. O'zi bu odam Hijriya 144-yili Misrda o'lib ketgan. Bu adam shu ayni vaqtida Madinada ko'p olimlardan bo'lib, Sham tarafida ko'p olimlardan hadis o'rgangan. Madinada amal tutgan ekan. Ya'ni o'zi olim bo'lish bilan birga shu vaqtdagi islomiy davlatdagi soqchilik mansabida shug'ullangan odam. Bu kishi hamda mutlaq ko'p holda hadisshunos olimlarning nazarida ishonchlik bular bu kishilardagi mazmut ravi, rivoyatchi deb sifatlanganda. Hamda bu adam kimdan rivoyat qilibdi deganda Ibn Shihab degan olimdan. Bu Ibn Shihab az-Zuhari rahmetullohi alayh. Endi bu kishi Ibn Shihab az-Zuhari rahmetullohi alayh o'zi Quraysh qabilasidan. Bu kishi mashhur. Ko'p kishilarningki shu ustoz bo'ladi. Bular shu payg'ambarimizning tarjimalarga munosabatli rivoyatlarni, tarix, arablarning nasablari degandek mushta ilmlarda tafsir qatorliq ilmlardagi shu rivoyat xarakterli hadislarni, bayonlarni mushadamdan rivoyat qilingan. O'zi Madinada tug'an, keyingi mezgillarda Sham diyorida tug'an. Bu odam Hijriyaniki 124-yil o'lib ketgan. Nurg'un sahobalardan hadis rivoyat qilgan. Madinadagi daniq 7 faqiba shularni o'qigan, masalan, tabiinlarda o'qigan, cho'ng katta tabiinlarda. Masalan, Anas ibn Malik, Sahl ibn Sa'd as-Sa'idi qatorliq sahobalardan hadis o'rgangan.
Şu sahablarniki qışık berip şulardan sorap müştaq bir xil tirishchanlik bilan o'rgatgan hadislarni. Hatto Madina daniq olimlardan Said ibn Musayyib degan kishida o'qib bo'ldim. 8 yilg'ichilik men tizimni tizig'i mo'rab turib müştaq hurmat ehtirom bilan ixlos bilan hadis o'qiganligi bayon qilingan bu odamdan. Shu o'qigan vaqtida bu odam shu o'tirgan halqida darsxonada mesela kiyimlerini meclisiga turib bağlab degandek xohlagan narsani so'rab tatinmay heti qilmay mush shaklda o'rgangan ilmni. Odam hamda 2200 dona hadis rivoyat qilingan sanatli holatda. Bu Ibn Shihab Az-Zuhari rahmatullohi alayh Urvat ibn Zubayrni hadis bayon qildi. Urvat ibn Zubayr kim o deganda biz tungi 2 nomerli hadisda Urvat ibn Zubayrni so'zlab bo'lgan. Urvat ibn Zubayr Ayşe anamızınki Acisinki oğlu Abdullah ibn Zubayr'nin inisi oldu. Özü tabi'in bu kişimin köp sahabeler bolapmı özünki hammasi Ayşe anamızın köp malumatlarını egelligen bu adam. Urvat ibn Zubayr anamız Ayşe raziyallahu anhadan rivayet kılıp sözlep deydi ki bu ayal mundaq degen eken. Tunji qitim Peygamberimizga vahiy boshlangan vaqtida Peygamber sallallohu alayhi vasallamda bir yaxshi tushlar boshlanganda uyquda, masalan tushida, uyquda yaxshi tushlarni ko'rish orqali mushu yaxshi tushlar vahiyniki tunji boshlanish muqaddimasi ekan. Bo'lapmanda payg'ambarlarniki tushlari bu to'g'ri bo'ladi. Ham yaxshi tush Alloh tarafdan bo'ladi uning ustiga. Payg'ambarimiz tush ko'rsalam tong kabi nayt yoruq, nayt iniq ko'ratdi deydi o tushni. Ondan shu orliqda Payg'ambar alayhissalatu vassalam bir xil xilvatda yurishni, ayrim ozoda bir xoli yurishni yaxshi ko'rib qoldi shu orliqda. Shuni bilan g'ori Hiroga berib shu yerda xilvatda turdi. Vaqt qildigan ishi Payg'ambarimizningki ibodat. O ibodat nima degan vaqtida Xudoning buyukligi haqida o'ylash, dunyo koinot haqida o'ylash, insoniyatning istiqboli haqida o'ylash degandek har xil hamda mushtaq ziddiyatlik fikrlarda hamda umuman. Payg'ambarimizning shu ibodati shu yerda bir necha kecha davom etadi-da, ondan oilasiga qaytib kelib, oilasi yana oziq-tulik tayyorlab, ondan yana Xadijaning qishiga qaytib ketib, u yerdan yana oziq-tulik elib degandek orliqda yana kelib, yana ketib bir necha vaqt davom etdi-da. Oxiri shu g'ori Hirodik vaqtida Payg'ambar alayhisolatu vassalam haq keldi. U haq bo'lsin nima desa, farishtaning tunji payg'ambarlik vazifasini elib kelgan nidosi, chaqiriqi. Shu holatda ham g'ori Hirodik vaqtida bir farishta kelib debdiki, o'qig'in debdi payg'ambarimizga. Payg'ambarimiz men o'qiyolmayman degandan keyin Payg'ambarimiz deydi, men shundoq tutib chin siqib mijivatdi deydi Payg'ambarimiz. Hatto shu orliqda shundoq charchab ketdim. Ig'ir bir holat bo'ldi. Onda men yana qo'yib o'qi dedi. Men yana o'qiyolmayman desam, yana meni chin tutib mijib siqibatdi-da ikkinchi qatim. Men yana shundoq charchab berib ketdim. Onda meni yana qo'yib o'qi dedi. Shuni bilan men yana o'qiyolmayman deb javob berdim-da, meni yana tutib chin siqib bir endi bu bo'g'itish emas, chin bir mijib bir siqib o'tishimda bir xil tanbih diqqatini yig'ish hamiyada, yuragini, qalbini bir nuqtaga yig'ish bo'lsa kerak. Uchinchi qatim yana qo'yibdi. Shundan shu vaqtda tuvandiki oyatni o'qidi, estaizu billah. Seni yaratgan Parvardigoringning ismi bilan o'qig'in. O zot insonni qondan yaratdi. O karamlik Parvardigoringning nomi bilan o'qig'in dedi. Mana bu tunji qatim tushgan surada, oyatda. Payg'ambarimiz shu orliqda darhol qaytib keldi-da, qaytib kelgan vaqtida yuraklar noyatbek titrab, jiddiy so'qiyotgan. Shu orliqda so'yimlik ayoli Xadija bint Xuvaylid raziyallohu anhaning huzuriga kirib, "Meni yo'gab qo'yinglar" dedi. Shu orliqda uydagilar yo'gab qo'ydi. Rasulullahga bu bir xil endisha, qo'rqincha
bir oz pastga tushgan vaqtida Hadichaga berib so'zlab, bo'lgan ahvollarning hammani Hadichaga so'zlab berdi. Men o'zimdan bek ensirayotiman deb shundoq deb qo'shimcha qildi-da shu vaqtida. Hadicha roziyallohu anha bundoq deb javob berdi. Yo'qsin, unda emas. Alloh bilan qasamki, Alloh sizlarni hargiz xor qilmaydi. Chunki sizlar urug' tuqqanlarga yaxshi muomala qilinglar, ularga sil rahim qilinglar. Jafo mushaqqatga bakmi chidamliq. Kambag'al, faqir, miskinlarga, ya'ni boshqalarga mol dunyo beriladi dedi. Bu bir sahi mardlikning sifatlarini bayon qilyapti-da. Mehmonni ikrom qilib hurmatlaylasizlar. Balay afat, musibatga uchragan, ziyonkashlikka uchragan kishilarga sizlar davomli g'amxo'rlik qilinglar. Deb Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamdagi bir esil xislatlarning hammasini bayon qilib o'tdi-da. Mana bu Allohni yaxshi ko'radigan, butun insoniyat yaxshi ko'radigan insondagi tabiiy mijoz xuluqlar. Yani bu peygamberimizge peygamberlik kiliştim burunla bağ sifatlerde bu. Bunu ayali sifatlep bir vatıda. Yani bunda adamın Allah ergüz xar qılmaydı deydi bunu. Demekçi boğanım şu. Şu arlıqta hem de Hadice anımız Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ı elip Varqat ibn Nevfel'in huzuruna ekkeldimdi. Bu adam Hadice anımızın tağısının balisi. Ondaqda işkeleyen nevr tuqqallamdı. Varqat ibn Nevfel özü cahiliyette İslamiyet'ten burun Nasara dinini qabul qilgan hamda ahli kitoblarniki. Bugungi kunda Xristian deymiz, lekin ayni vaqtida buniki hamda to'g'ri taraflari bor vaqtlar. İslamiyatdan burun qoldi. Shu vaqtida hamda o'zi xat yoza oladigan, arablar xat yoza oladigan odamlar kam uchraydi shu vaqtida. Bu xatni arabcha emas, hatto shu ibroniy tilda, shu vaqtdagi Tavrat, Injil tillarida xat yoza oladigan odam keldi. Mush Injilni ibroniy tilda yaxshi, go'zal ravishda yazalaydı ekende. Hem şu peytlerde bu adam nayeti qirib qolgan, ish cho'ngib qolgan, hem ko'z ko'mas bo'lib qolgan vaqtlar ekan. Payg'ambarimizni qishg'i edib qolgan vaqt. Bu animiz Hadicha roziyallohu anha bu kishiga debdi Varqat ibn Nevfelga: "Ey tağamning o'g'li, bu qarindishingning o'g'lidan anglag'in. Buning so'zlariga quloq solg'in" debdi. Varqat ibn Nevfel Payg'ambar alayhissalomga sual tashlab, "Ey qarindishimning o'g'li, nima bo'ldi? Nima ishlarni ko'rdingiz?" degandan Payg'ambar alayhisolatu vasallam bo'lgan ko'rgan ishlarning hammasini tafsili so'zlab beribdi. Varaqa payg'ambarimizga javoban mundoq debdi: "Bu Alloh taolo Musa alayhisolatu vasallamga tushirgan shariatning o'zidir. Kashki yoshroq bo'lsam-chu, şu vaqtda hayat bo'lsam-chu, sizni qavmingiz haydab chiqirdi" dedi. Payg'ambarimiz dedi-da shu vaqtida bir xil hayronlik ilkida. Ular meni tiqashda haydab mi chiqirayotami? Degandan Varaqa, "Ha, shundoq" debdi. Siz elib kelgan bu shariatni kim elib kelgan bo'lsa burun, ya'ni burun payg'ambarlar demoqchida. Bu adam çokum düşmanlık uçuraydı her vakit. Yani siz mi düşmanlık uçurayısız demekçi de nima Varqat ibn Nevfel. Eğer ben şu kunlarda bulab qalsam, sizga nihayet men yaxshi, nihayet kuchli holatda yordam berib, sizni qo'llagan bo'lardim deb Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga bir qism rasullarniki oldidan tayyorlik qilish tegishlik haqida bir xil uchur beryapti-da bu odam. Şu arlıqda hem de Varqat ibn Nevfel uzun ötmeylam ölüp gitti. Hem vahimu bir mezgil to'xtab qoldi. Vahiyniki to'xtab qolgan paytlarim şu. Hem de Varqat ibn Nevfel haqida xilma-xil ko'z qarashlar bor. Mesela musulmon bo'lganmi yoki musulmon bo'lmaganmi şu arlıqda deb. Lekin Varqat ibn Nevfel inşallah musulmon bo'lgan. Hatta jahiliyatdami bu odam butqa ibodat qilib boqqan emas. Hatta Qurayshliklarniki butqa ibodat qilgan holatlarini bu odam ayblab kelgan. Haqiqiy İbrahim Aleyhisselam'daki dinde emas deb Qurayshlikdan azaldan ayblab, shu butqa ibodat qilganligini cheklab kelgan zot. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamdan Varaqqa to'g'riliq savol so'ralgan. Bu odamniki oxiratga olti qanday bo'ladi degandek savollar so'ralgan vaqtda Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam ben bir cennette ko'rdim, bir uchtisi ipak to'n kiygan holatda ko'rdim deb bundoq javob bergan. Hatto ba'zi rivoyatlarda
bu popni cennette bir yeşil kiyim bilen gördüm dep bu mundaq sifatlagan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Ve sallallahu ala nebiyyina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn.